Assalamualaikum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qarindoshlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısında görüşіңizlərni qızğın qarşı alamiz. Төәндә təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Amerika Pakistan quruqluq armiyasi boshlig'i Asim Munirni armiya kuniga taklif qilgan. NDTV xəbər torining 12 yanvar kunidagi xabariga qaraganda, Pakistan quruqluq armiyasi boshlig'i general Said Asim Munir 14 iyun kuni Amerika armiyasi qurilganligining 250 yilligini tabriklash faoliyatiga qatnashish uchun Amerikaga taklif qilingan. Amerika armiyasining 250 yilligini tabriklash faoliyati uchun Washingtonga kelib ziyorat qilgan. Bu kun Amerika prezidenti Donald Trumpning 79 yoshga kirgan kuniga to'g'ri kelgan. Manbalarning xabariga qaraganda, Pakistan quruqluq armiyasi boshlig'i Asim Munirning ziyaratining kun tartibi Pokistonni o'z ichiga olgan O'rta va Janubiy Osiyoda İslam Devleti Xurasan o'lkasi terrorlik tashkiloti İslam Devleti tarmoqiga qarshi Washington bilan bexatarlik hamkorligini izlash, Andez suv shartnomasini asliga keltirish ekan. Munir yana Amerika bilan o'tirg'i qo'ygan nol tamoshnamechi ikki taraflik savdo kelishimini qo'llab, alayda mablag' selishni qulaylashtirish kengash orqali qazilma boyliq va dehqonchilikqa mablag' selish ustida izlanadi ekan. Sharq Turkiston surgunda hukumati Pokiston quruqluq armiyasi boshlig'i Marshal Asim Munirning Amerikani ziyorat qilish asnosida Xitoy bilan bo'lgan hamkorligini aybladi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Pokiston bosh shtab boshlig'i Marshal Asim Munirning Amerikaga qilgan ziyaratidan qattiq andish qildi. Ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni dunyoning to'nishiga ergishib, Amerika amaldorlari cho'qim Pokistonning rolini betaraf kuzatuvchi emas, balki Xitoy jahongirligi va zulmining strategik qo'llag'uvchisi sifatida tonishi kerak. 2014 yildan boshlab Xitoy Kompartiyasi ishg'ol qilingan davlat Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga qartilgan irqiy qirg'inchilik, tug'mas qilib etish, keng ko'lamda tutqun qilish, kulturni yo'qotish, nazorat qilish va majburiy emgakni sistemlik yo'lga qo'ydi. Amerika hukumati rasmiy holda irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan bu qilmishni Pokiston Islom Jumhuriyati diplomatik jihatdan qo'lladi, siyosiy jihatdan qo'g'didi va untinsiz imkon bilan ta'minladi. Prezident Dr. Mamtimin Ali Apandi Xitoy Kommunistik hokimiyatining ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik qilmishi, hukumatlarning sukut qilishi va Pokiston masalasida strategik sheriklik munosabati uchun axloqdan voz kechishni xohlashdek ahvol bo'lmagan bo'lsa, elib berilmaydi dedi. Minglagan masjidlar vayron bo'lgan, millionlagan Qur'on va islom dini kitoblari ko'ydirilgan. Diniy odatlar jinoiy qilmish bo'lgan atalmish Shinjongda islom dinining vayron qilinishiga qarshi turishning o'rniga Pokiston bu vahshiylikka mas'ul atizm Xitoy Kommunistik hokimiyati bilan aktiv ittifoqlashdi. Pokiston dunyo miqyosida musulmonlarning huquqini qo'g'dayman deb da'vo qilgan bo'lsa-mu, atalmish Shinjongdagi Uyg'ur va boshqa turk musulmon jamoatlariga xiyonat qilib, Uyg'ur musofirlarini chegaradan qo'g'lab chiqardi. Davlat ichidagi Uyg'ur ovozini bostirdi va Xitoyning harakatini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Islom hamkorlik tashkiloti qatorliq boshqa ko'p tarafli munbarlarda qo'g'didi. Shuning bilan bir vaqtda Pokiston armiyasi va istixborot idorasi Xitoy davlat bexatarlik ministerligi va ozodlik armiya istixborot idorasi bilan bo'lgan hamkorlikni cho'nqurlashtirib, uchurdan tang bahramon bo'ldi. Birlashma mashq qildi va Amerika tarafidan kuzatilgan rayondan o'tgan koridorlarni o'z ichiga olgan bir balvoq bir yo'l qurilishini bo'ylab uyg'unlashdi. Shunga biz Amerikani axloqiy ayblashdan olqib, tuvandikdek aniq, uyg'un amaliy siyosat qo'llanishga chaqiramiz. Pokiston Xitoy armiyasi bilan bo'lgan hamkorlikni to'xtatmoqchi, Pokistonga bo'lgan harbiy yordam va setishni to'xtatish. Pokiston Xitoyning harbiy yordam va axborotlari bilan bo'lgan hamkorlikni to'xtatmoqchi, Amerika harbiy yordami va Pokistonga setishni vaqtincha to'xtatish. Uyg'urlarni chegaradan qo'g'lab chiqarish yoki Beijing bilan istixborot hamkorlik olib borgan Pokiston amaldorlarini tekshirish, ularga Magnitskiy qonunining ro'yi bo'yicha viza cheklash va jazo yurgizish. Amerika chegarasi va ittifoqdosh davlatlarni o'z ichiga olgan rayonlarga qarata Xitoyning yer shari besim harakatidagi Pokistonning roli to'g'risida qonun chiqarish yig'ini chaqirish va tekshirish. Amerika chegarasi va ittifoqdosh davlatlarni o'z ichiga olgan rayonlarga qarata Xitoyning yer shari besim harakatidagi Pokistonning roli to'g'risida qonun chiqarish yig'ini chaqirish va tekshirish. Pokiston bilan o'rtoqlashgan bo'lib, Amerika markaziy harbiy qo'mondonlik bosh shtabi bilan o'rtoqlashgan istixborotni turga ayirish. Mulozimatlar istixborot bilan bo'lgan hamkorlik orqali Xitoy Kompartiyasining maqsadiga bevosita yordam berishning oldini olish. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor Afandi Pokiston ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkiston musulmonlariga xiyonat qilib, Xitoyning Sharq Turkistondagi mustamlika irqiy qirg'inchilik turiga aktiv yordam berdi. Biz Amerikani Pokistonning xiyonatiga qarshi turishga va Pokistonning irqiy qirg'inchilikning davomlashishiga maxfiy yo'l qo'yishdek munofiqlikni tugatishga chaqiramiz dedi.
Oxirida biz xalqaro jamiyatni Sharq Turkiston xalqining milliy mustaqillikqa erishdagi tavranmas haq huquqini e'tirof qilishga chaqiramiz. Texnik ko'p vahshiylikning oldini olish va Yevroasiyo rayonining tinchligini ishga oshirishning birdan-bir sijil yo'li Xitoyning mustamlikachilik va irqiy qirg'inchilik sistemasini uzil-kesil yo'qotish va Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishdan iborat. Sharq Turkiston surgunda hukumati xalqimizga qarata davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik va zulmga to'hfa qo'shgan barliq shaxslarni davlat va boshqalarni oshkorlashni qat'iy qaror qildi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Amerika va ittifoqdosh davlatlar bilan hamkorlashib, Xitoy Xalq Jumhuriyatining jahongirlik orzusiga qarshi turib, ham dunyo bexatarligini ilgari surish, ham Sharq Turkiston xalqining erkinligi, mustaqillik va milliy egalik huquqini qo'lga keltirish uchun ilib berayotgan haqliq kurashini izchil davomlashtirish uchun Amerika va uning ittifoqdoshlari bilan yordamlashishga tayyor. Bishop Lin Fujo arxidoksning episkopi bo'lib tayinlangan. Zulm xabardorining 12-iyun kunidagi xabariga qaraganda, Vatikan chorshanba kuni Joseph Lin Yunfanning Xitoyning sharqiy janubiga joylashgan Fujo arxidoksning episkopi qilib tayinlanganligini e'lon qilgan. Papa Leoning tunji qatim Xitoy cho'ng quruqligida 4-oyda Xitoy hukumati bilan talash tortishdan keyin Bishop Lin vazifaga tayinlangan. Vatikan e'lon qilgan bayonotida Xitoy bilan 2018-yillik maxfiy kelishimni tilga olib, bu uchrashishning shu hujjatning ro'yiga asosan ilib berilganligini ko'rsatgan. 2024-yili oktyabrda 3-qatim yangilangan bu kelishim ba'zi cherkov organlarini Xitoy hukumatiga topshirganlik uchun talash tortish qo'zg'agan. Kelishim 2020-yili yangilanib, bir oydan keyin Xitoy o'zining diniy zotlarga qarata ma'muriy tadbirlarning tuzitilgan nusxasini e'lon qilib, Xitoy Katolik vatanparvarlik jamiyati orqali episkop tayinlashni talab qilgan. Episkop Linning tayinlanishi Beyjingda emas, balki Vatikanda barliq kelganligi ajoyib taraqqiyot hisoblanadi ekan. Ilgari yer osti katolik cherkovining rahbari bo'lgan episkop Linning davlat tasdiqlagan cherkovga tayinlanishi mustaqil katolik diniy muridlarining murakkab ishi bo'lib, ular rasmiy cherkovning kun sayin kuchayayotgan besimga uchrashiga duch keladi ekan. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi buningga qarata inkas bildirib, biz Papa Leoni Xitoyning irqiy qirg'inchilik hokimiyatini qonunlashtirishning o'rniga zulmga uchrayotgan Uyg'urlar uchun ovozini chiqarishga chaqiramiz. Mayli katolik cherkovlarida tayinlangan episkoplarni qo'llash bo'lsin, yoki ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi masjidlardagi diniy zotlarni qo'llash bo'lsin, Xitoy Kompartiyasi tarafidan e'tiqodni buzg'unchilikqa uchiradigan mustabid hokimiyatni kuchaytirdi dedi. Darvaqa bu muqaddas jihodimizga birdan-bir qarg'a keladigan qurolimiz umumyuzlik, hamdardlik, g'oyadosh bo'lishdan maydonga kelgan birlik ittifoqimiz bo'lgan edi xolos. Bizlar uzun zamonlardan tortib insoniy marhamat va fazilatlardan mahrum holatda vahshiylarcha boshqarish ostida ezilib keldik. Agar biz asrlikning asorati tufayli qon tomirlarimizga qadar singib ketgan tafriqchilik xohishini, manfaatvozlik zaharlarini umumyuzlik holda qarindoshlik to'g'risi bilan vujudimizdan talto'kis tozalab chiqarib etmasak, hammamiz bir gavda bo'lib, haqiqiy birlik asosida hoshimizni tepishga jiddiy tutish qilmasak, oqibatimizning xayrlik bo'lishi qandoqmi mumkin bo'lsin? Shu aniqki, Sharq Turkiston xalqining ziyinimi, manfaatlarimi bir nuqtada. Mamlakatning bir parchasiga foyda yoki ziyon yetsa, buning ta'siri bir butun davlatga teng yetadi. Shunga har bir shahar va viloyatning ish va nupuz egalari ko'zi to'ymaganni oz deb nupuzga aldanib, manmanlik, nafsoniyatchilik qilmasligi, o'ttirga xatarlik bo'lgan ittifoqsizlik uruqini chachmasliklari lozim. Chunki hammamizning o'rtaq manfaati buni taqozo qiladi. Agar butkul Sharq Turkiston mamlakati birlik ittifoqlikqa kela olmay, parcha-parcha ushoq dayliklarning shakliga kirib qolsa, o'ttirimizda nifaq va shaxsiy ixtilof ofatlari kuchaydi. Natijada bir-birimizning ziyiniga ko'z tikib, o'z putimizga o'zimiz palti chapamiz. Hamma tang barbod bo'lganda pushaymon hargiz foyda bermaydi. Biz birlikka keladiganlar bo'lsak, ziyon bizga hech bir yerdan yuzlanolmaydi. Ixtiloflashib o'tirsak, orqasidan umumyuzlik xaroblik, dahshatlik falokat ergishib keladi. Birimizning beshiga kelgan xatar yana birimizni ayab qo'ymaydi. Nima qilishimiz kerakligi aniq. Ya umumyuzlik ittifoqlashib birlik bo'lamiz, yoki umumyuzlik xaroblikqa yuz tutib tugaymiz. İkisidan boshqa yo'l yo'q. Navoda biz vatanimizning ikkinchi qatimmo dahshatlik oyoq osti bo'lishini, avvalqadimmo battar qulluqlikda vayron bo'lishini, tengirqishini arzu talab qilib olmagan bo'lsak, u chaqda bizga kerakligi faqatla birlik, ittifoqlikdir. Chunki ittifoqlashish farz.
Yana kelib, chin ko'ngil bilan qilingan ittifoq. Manba Erkin Turkiston gazeti 1933-yili 29-noyabr 15-son Kashgar. Uyg'urchaga ag'durg'ichi Burhan Muhammad. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.